Usta bo'lish ham oson emas shu. Tomma-tom yuraveramiz. Qo'yib ketganimizga 2 oy bo'ldi. Biron marta yuvishmayapti ham bu. Qushlar ham kelib hamma yo'lga bajarib ketibdi. Tak, boshladik. Video qilamiz. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Biz 2 oy oldin Mag'ilon shahridagi bir do'stimizning xonadoniga 50 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatgan edik. Shular haqida ozgina obzor qilib beramiz. Tak, panellarimiz firmasi Lonji firmasiga tegishli firma 50 kilovat quyosh panel stansiyasini o'rnatganmiz. Hozir u qanday ishlayapti, qanaqa daromad olyaptilar, hammasi haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Pastda invertorlarimiz joylashgan montajlarni ko'rsatamiz. Head building programmasi orqali kunda necha kilovat chiqar ekanini sizlarga taqdim etamiz. Pastga qarab ketaverdik operator. Yo, bismillah, oson bo'lmayapti tepalarda yurish. Hozir mana biz montaj jarayonlarini ko'rsatgan pastga tushdik. Invertorimiz deya qo'yilgan 30 kilovatlik, avtomatlarimiz o'zini постоянный tok avtomatlari, simlari yonmas kabel, zazimlana hamma yo'q qilingan. Biz bu xonadonga 2 ta invertor qo'yganmiz. Bitta 30 talik, bitta 20 talik. Hozir 20 talikni ham sizlarga ko'rsatamiz, obzor qilamiz va head buildingdan ma'lumotlar beramiz. Bu ikkinchi invertorimiz deya 20 kilovatlik, 30 kilovatlik narigisini ko'rsatdik. Hozir bu ishlab turibdi, ish jarayonida zazimlanalar qilingan. Hozir xonadon egalaridan head building programmasidan ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. Mana hozir Nomonjon ukamiz head building programmasini ochib qo'yibdilar. Bu yerda mana 14-kuni 300 kilovatga yaqin chiqargan, 15-kuni 300 kilovatga yaqin chiqargan. Bu degani xonadon egalari bir kunda 300 ming so'm sof foyda olyaptilar. Uylarning rasxodlaridan tashqari panellarimiz Lonji, unutmanglar, eng yaxshi panellarimiz Lonji. Ideal elektrik jamoasiga aloqaga chiqinglar. Sifatli, arzon narxlarda o'rnatib beramiz. Rahmat, obuna bo'lish esdan chiqmasin.